Salom hammaga, meni kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan level devil o'yin уже level 5 video like obuna bosib qo'ying, bo'lmasam bo'lay. Hozir yomon asabga tegdi. O'sha yerlardan o'tib ko'ramiz. Bir. Bu birinchi qismi voy. O'shanda vashshe yomon asabga tegdi. Nimaga? Спасибо. 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 Hop hop. Hop hop hop. Hop hop. Hop. Yeah. Nima uchun? Спасибо dedim lekin akalar, mana bu uchinchisi deganimda. Voy, vashshe qiyin bu quest. Agar quest vashshe qiyin ekan, yo vashshe bu level 5. Qo'limga lat edi dot. Men yutolmayman. O'shaning uchun menga yordam kerak dot. Tushunmadim. Seni chaqirishyaptimi? Bilmadim aka, tanimayman. Yo'lamiz. Ha bo'ldi. Tinchlikmi? Nimaga? Uzr. Mana. Voy, akalar, shu o'tolmagan joyimizni nima bu tepaga suribdi bu? Garnirdan frutti so'zlash vositasi o'simlik keratini va marul soch kultivasiga kirib, yo'qotilgan keratinni to'ldiradi. Sochlaringiz 10 marta mustahkamroq. Voy! Hatto eng band bo'lganlarga ham yaqinlarining e'tibori muhimdir. Nestle shokoladi har qanday yurakni eritishga yordam beradi. Nestle maylikning o'zgacha timsoli. Nima uchun men o'zining so'zlari orasidagi tanlovga ishonaman? Garnir kaloriyni bilan kunlikda hammasiga erishaman. Nimaga bu suribdi tepaga? Sochlarga ishonch, o'zingizga ishonch demak. Erkeklar uchun dori vositasi.
tanaffus qilishim kerak. Uff. Bu avlodlar tanlovi kardiomagnilni muntazam qabul qilish tromboz va infarkt xavfini kamaytirishda yordam berishi mumkin. Kardiomagnil yurak uchun yengillik, hayot uchun vaqt. Erta tongni Nestle'ning Milo ichimligi bilan boshlaymiz. Yaxshimi? Men o'zim o'ynayapman. Mineral kompleksi. G'alaba energiyasini Milo bilan quvvatlang. Septimitritoda infeksiya, yallig'larni va og'riqdan xalos qiladi. Septimitritoda. Yana Mobil aloqa 1 2 3 4. 4 ha? Voh, Xudoyim, bismillahirrohmanirrohim. Alloh. baxtli onlarimizda bo'lishardik. Chunki u tomonda kimdir mana shu lahzani kutishini bilardik. Ya! Ekranda ko'p vaqt o'tkazamiz. Nimaga bu tepaga suryapti bu? Mana xuddi pilosisdi. Avlodlarni birlashtir. Har bir vaqtda, xabarda, har bir Yüksel, 30 yildirki qalblarni yaqinlashtirayotgan aloqa. orasidagi tanlovga ishonaman. Yarimga qavarma ichimiz bilan men bitta hammasiga erishaman. Chuqur o'zgartirish Color Boost texnologiyasi bilan bir qilingan rang. Garnier Color'ni soch rangiga ishonch, o'zingizga ishonch demak. Felix. Ay! Kanal abone bosib qo'yinglar. Garnierdan tuzlash vositasi o'simlik keratini va marula moyi soch kutiklasiga kirib, yo'qotilgan keratinni o'ldiradi. Sochlaringiz 10 marta mustahkamroq va 7 marta silliqroq bo'ladi. Garnierdan tabiiy. Janob motivatsiya, diplom ishini bugun tugataman deb o'ylayapsanmi? To'xta, axir undan maktabda 3 ta sirda bor-ku. Boy albatta, va qaymoqli damning ajoyib yo'g'inligiga. Qara, qanday bezonlik. Bu oilaga to'g'ri. Nescafe 3 tasi bir. Amini yo'qotish kerak. Yangi Toshkentda yuga bo'lishni kim O'l ana. yangi hayot, yangi Mana siz o'zingizda eng Nega aynan Sharqo'g'on? Hadega vaqtida yetaylik. Chunki bu yerda shaharning yangi global markazi tashkil etilmoqda. Voy! Ko'pchilik Sharq bahorida yashashga yetarli. O'zigiz tortotdi bu. Nimaga o'ziga tortotdi bu? Shuningdek, to'lov shartlari Sharq bahorida hatto eng band bo'lganlarga ham yaqinlar. Voy! Nestle shokoladi har qanday yurakni eritishga yordam beradi. Nestle maylikning o'zgacha timsoli. Mashhur o't. lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehmonli chegirmalar. Iftorlik dasturxoningizga hot lunch siz bilan birga. Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Janob motivatsiya, diplom ishini bugun tugataman deb o'ylayapsanmi? To'xta, axir undan maktabda 3 ta sirda bor-ku. Boy albatta, va qaymoqli damning ajoyib yo'g'inligiga. Qanday bezonlik. Nescafe 3 tasi birda bilan o'yin o'yinda. Qani, Shu maktabga boraylik. Qurilsa ilk marotaba Hey akalar, yana Boshlamasak bo'ldi-da. bo'lmadi. Ha, topdim. Mana bunga kiramiz. Mana buni o'chiramiz. Agar hozir bitta narsa loyiham keldi, chizamiz.
ishga yurishimiz kerak. To'g'rimi? Ozmonga kiramiz. Yashil. Okey. Ha, o'zi ishimni bugun topshirishim kerak edi, lekin ertaga qoldirildi. Ha, yana ertaga qoladigan bo'ldi. Endi buni Jonibek, salom berdik. Hali shunaqa hunaringiz ham bormi? Bilmagan ekanman. Keltirishlik ota-onamga og'irligim tushmasin deyman-da. Hali sen shu o'ylash bilan gaplashib yuribsanmi? Nimaga unaqa deysan? Mo'ykachini mo'ykachi deydilar. Turishini qara, undan ming marta yaxshi. Xafa bo'ladi ham demaysan. Vaqtda mashina yursan. Ey karutcha, hammaga xayr, kanalga obuna bosib qo'ying. Keyin 5-sini o'taman. Ayi.